video boshlanishidan oldin, kim Vine sotib olishidan oldin Detect promokodi bilan sotasizlar, 1 oylik podpiskalarga 3 kun bonus qilib qo'shib beradi. Mani Discordimga yozganinglarni tashlasanglar, bonuslar bor. Birinchi qismida qilingan hamma narsani qilib so'shga olganingizdan keyin Vanishda spuffer bor. Spuffer ichiga kirasizlar, update hvidni bitta bosasizlar. Updated bo'lib chiqqandan keyin spuf hvidni bosasizlar. Keyin 100% bo'lishini kutasizlar. Yashil bo'ldi mana, spuf bo'ldi hamma narsa. Agar sizlarni IP'larga chase bergan bo'lsa, VPN yoqib kirmasanglar, yangi so'shkilarga ham chase beradi. Bu bitta VPN yoqib kirasizlar, просто IP almashsa bo'ldi. Endi bemalol o'yinga kirib o'ynayversanglar bo'ladi. Obchodga chase olmaysizlar. Mana GTga ham kirdi. Men hozir endi registratsiya qilib, o'yinga kirganimni ko'rsataman. Mana registratsiya ham qildim. Endi kayf qilib o'ynasam ham bo'ladi. Keyin men tavsiya qilaman, So'sh bilan Robo Games'dan olishinglarni. Chunki Robo Games'da Symbol IP'ga qaraganda 4-5 barobar arzonroq, 24 soat garantiyasi ham bor. Ссылка описаниеda bo'ladi. Kirib sotolsanglar bo'ladi. Agar sotayotganda Detect promokodi bilan olsanglar, 10% skidka ham qilib beradi. Shu ishlarni qilib o'yinga kirganingizdan keyin sizlar poting bo'lasizlar, krutoy bo'lasizlar. Kayf qilib endi gita o'ynasanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib ketinglar. Sizlar bilan Detect bo'ldi. Promokod Detect.